41 savol. Tayammum haqida. Assalomu alaykum shayx hazratlari. Men 5 vaqt namozni o'z vaqtida ado etishga harakat qilaman. Ertalab ishga kelayotganimda tahorat qilib olib peshin namozini, qish oylarida esa asr namozini ham o'qishga ulguraman. Savol: namozni qazo qilib qo'ymaslik uchun vaqti kirgan namozni tayammum qilib ado etishim mumkinmi? Javobingiz uchun oldindan tashakkur. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Tayammum, tahorat va g'usldan quyidagi holatlarda o'rinbosar bo'ladi. Tahorat va g'usl qilmog'i lozim bo'lgan kishi suv ishlatish imkonidan mahrum bo'lsa, suv o'rniga tuproqni o'rinbosar qilib, tahorat va g'uslni o'rniga tayammum qiladi. Alloh taolo Moida surasida marhamat qiladi. Va in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Agar bemor yoki safarda bo'lsalaringiz, yoxud birortalaringiz tahoratxonadan kelsa yoki ayollarga yaqinlik qilsa-yu suv topa olmasalaringiz, bas pokiza tuproq ila tayammum qilinglar. Undan yuzingizga va qo'llaringizga mas tortinglar. Alloh sizlarga qiyinchilik tug'dirishni istamas, ammo sizlarni poklashni va sizlarga o'z ne'matini batamom qilib berishni istaydi. Shoyatki shukr qilsangizlar. Ana Abi Zarr radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala: "Inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim, wa in lam yajid al-ma'a 10 sinina, fa idha wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu, fa inna dhalika khayrun." Ravohu ashabus sunan. Abu Zarr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: albatta pok tuproq agar 10 yilgacha suv topa olmasa ham musulmonning poklanish vositasidir. Qachon suv topsa, uni badaniga yetkazsin. Albatta o'sha xayrlidir. Sunan egalari rivoyat qilishgan. Endi tayammum qilish qaysi holatlarda joiz bo'lishini o'rganib olaylik. Suv 1 mil uzoqda bo'lgani, bemorlik, sovuq, dushman, chanqoq, asbob yo'qligi, Eid namozi yoki validan boshqaga janoza namozi kabi o'rinbosari yo'q narsani o'tib ketishi xavfi tufayli suv ishlatishdan ojiz bo'lganda. Demak, tahorat va g'uslning o'rniga tayammum qilishga shariat ruxsat beradigan shartlar suv ishlatishga ojizlik oriz bo'lgan holatlar ekan. Tahorat va tayammumga shu barcha diniy manbalarda bular quyidagilardan iborat ekani aytiladi. Birinchi, suv 1 mil uzoqda bo'lishi. Musofirmi, musofir emasmi, shaharning ichidami, tashidami, baribir 1 mil atrofida suv topa olmasa tayammum qilishga ruxsat. 1 mil 1848 metr yoki 4000 qadam bo'ladi. Chunki Alloh taolo oyati karimada suv topa olmasalaringiz bas pokiza tuproq ila tayammum qilinglar degan. Ikkinchi, bemorlik. Chunki tayammum qilishga ruxsat beruvchi oyatda agar bemor bo'lsangiz deyilgan. Birov bemor bo'lsa-yu, suv ishlatib tahorat yoki g'usl qilganda halokatga uchrashi, biror a'zosi talofat ko'rishi, bemorligi ziyoda bo'lishi, cho'zilib ketishi, tuzalish kechga qolishi kabilardan aniq xavfda bo'lsa, tayammum qilishi joiz. Bunda odatda yoki bilimdon musulmon tabiblarning xabariga e'tibor qilinadi. Uchinchi, sovuq. Qattiq sovuq tufayli joniga
yoki biror a'zosiga zarar yetishidan yoxud bemor bo'lib qolishidan qo'rqqan odam suvni isitishga imkon topmasa tayammum qilishi joiz. An Amr ibn al-As radhiyallohu anhu qol: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود والنسائي. Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Zot-i Salasil g'azotida sovuq kechada ehtirom bo'lib qoldim. G'usl qilsam halok bo'laman deb qo'rqib tayammum qildim. So'ngra sheriklarimga bomdod namozini o'qib berdim. Ular buni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga zikr qildilar. U kishi: "Ey Amr, junub bo'lib turib sheriklaringga namozga o'tdingmi?" dedilar. Men o'zimni g'usl qilishdan man qilgan narsaning xabarini u kishiga berdim va Allohning o'zingizni o'ldirmang. Albatta Alloh sizlarga o'ta mehribondir deganini eshitganman dedim. Bas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kuldilar va biror narsa demadilar. Abu Dovud va Buxoriy rivoyat qilishgan. 4. Dushman xavfi. Tahorat yoki g'usl qilishi lozim bo'lgan odam suv olishga borganda dushman unga zarar yetkazishi xavfi bo'lsa tayammum qiladi. Dushman deganda yirtqich hayvonlar ham tushuniladi. 5. Chanqoq xavfi. Agar o'zida bor suvga tahorat yoki g'usl qilsa, keyinchalik o'zi yoki sheriklari chanqoqqa qolish xavfi bo'lsa ham tayammum qilish joiz. 6. Asbobi yo'qligi. Tahorat yoki g'usl qilish lozim bo'lgan odamning yaqinida suv bor, ammo o'sha suvni olish uchun birorta idishi yo'q. U ham suvi yo'q odamning hukmiga kiradi va tayammum qilishi joiz bo'ladi. 7. Eid namozi. Validan boshqaga janoza namozi kabi o'rinbosari yo'q narsaning o'tib ketish xavfi tufayli suv ishlatishdan ojiz bo'lganda. Eid namozi o'tib ketsa uni qazo qilib o'qib bo'lmaydi yoki uning o'rniga boshqa biror ibodat joriy qilinmagan. Shuning uchun tahoratsiz odam tahorat qilgunicha namoz tugab qolishidan qo'rqsa, tayammum qilib Eid namoziga qo'shiladi. Agar o'likning valiyi, egasi janoza namoziga kech qolsa, u tahorat qilguncha kutib turiladi. Ammo o'lganga vali bo'lmagan odam kech qolsa, uni kutilmaydi. Shuningdek, janoza namozini qazo qilib ham bo'lmaydi. Binobarin, vali bo'lmagan odam janoza namozi o'tib ketishidan qo'rqsa, tayammum qilib namozga turaveradi. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: "Iza khifta an tafutaka al-janazatu wa anta ala ghayri wudu'in fatayammam wa salli." Rawahu Ibn Abu Shayba, Tahawi va Nasa'i. Ibn Abu Shayba, Tahawi va Nasa'i qilgan rivoyatda Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytadilar: "Qachonki janoza o'tib ketishidan qo'rqsang va tahorating bo'lmasa, tayammum qil." An Ibn Umar radhiyallohu anhuma annahu utiya bi janazatin wa huwa ala ghayri wudu'in fatayammam thumma salla 'alayha. Rawahu al-Bayhaqi. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ibn Umar bir janozaga keldi. Uning tahorati yo'q edi. Bas tayammum qilib janoza o'qidi. Imom Bayhaqi rivoyat qilgan. Imom Doraqutni mazkur ikki sahobiyning Eid namozida ham xuddi shundoq qilganlarini rivoyat qilgan. Siz aytib o'tgan holatlar uzr o'rniga o'tmaydi. Ilojini topib tahorat qilishga o'ting. Vallohu a'lam.